Nomor so'ralayotgani yo'q. Men sizni nomer demadim. Gap kam demadim. Menga molga qarab ish qilinglar. Nasib bo'lsa kuydirmaydi bu mol. 17.600. O'lding, tojir asli ketdi. Bilsa, bering. Men 4 tanga ishlaydilar. 17.600 bo'pti. 17 million 600 ming so'm bor aka. Mendan ziyod tortmaydi. 200 berasan. Xo'p, bu yerda mana unga savdo bo'lyapti, bu yerda unga savdo bo'lyapti. Assalomu alaykum. Biz yaqindan kuzatib turgan biz uchun qadrli bo'lgan ko'kalarimiz. Mana bugun alhamdulillah G'uzor mol bozoriga yetib kelganmiz. Qashqadaryo viloyati G'uzor mol bozoriga. Xo'p, endi mana shu videomizda inshaalloh mana shu sigirlarni, sog'im sigirlarni bir qator ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Agar imkoni bo'lsa, u yerda tanachalar, keyin buqalaga agar imkon bo'lsa buqalarni ham ko'rsatamiz, lekin va'da bermaymiz buqalaga, sababi sal vaqtimiz chegaralanganroq bo'ladi bozorlarda. Inshaalloh siz biz uchun podpiska, like tugmasini boshqa esdan chiqarmanglar. Biz siz uchun inshaalloh yaxshi kontentlar qilishda davom etamiz. Xo'p, akalar, bitta podpiska sizdan hech narsa ketmaydi. Obuna bo'lib qo'ysangiz bizga lekin katta yordam bo'ladi. Endi 100 mingtaga qarab ketyapmiz. Shu 100 mingta bo'lishimizga yordam beringlar. Podpiska tugmasini bosing. Bo'lmasa biz ishimizni mana shu sigir yonimizda edi, shundan boshlaylik. Bismillah. Mana shu yerdan boshlaylik. Xo'p, ko'rib turibmiz, mana orqalaridan ko'rinishi. Chiroyli sigir ekan, qop-qora, ranglari ham yaxshi. Ariqmas ekan. Yaxshimiz aka, charchamayapsizmi? Nech pullayapmiz sigirni? Qancha? 35. 35 million deyilyapti. Bolachasi buqacha. Bozor nima deyapti endi? 27 millionga akamiz bermabdilar. Ko'rib turibmiz, sigir yomon emas, ranglari yaxshi. Suti nechta endi bunaga? Suti 8 suti. Xudo xohlasa 8 litr suti bordir. Nimasichi? Nechinchi bolasi endi bu? Birinchi bolasi, ikkinchisi bo'g'oz. Ha, gapi. Birinchi bolasi, ikkinchisi bo'g'oz. Olgan odam birdan 3 ta mol olgandek bo'lar ekan. Hech qanaqa muammosi yo'q, menga ko'rinmayapti. Chiroyli sigir ekan, ranglari toza, xudo xohlasa uydan olib chiqyapsiz. Dehqonchilik. Dehqonchilik uydan olib chiqyaptilar. Bir ro'zg'ori xudo xohlasa suqatidan kamchiliksiz qilib yuradigan sigirlarimizdan. Nomer qoldiramizmi aka sotishga? Nomer shart emas, xudo xohlasa bozorda sotiladi. Sigir yomon emas ekan. Xudo xohlasa olgan odam yaxshi baraka topadi. Aka savdoingizni bersin. Bolachasi ham ancha yaxshi ekan. O, sigirimiz bolachasi buqa ekan. Yaxshi ish qilib bugun buqa tuqqan sigirlarimiz ko'p chiqibdi. Bormay aka, yaxshimisiz? Savdoga baraka. Nech pulyapmiz aka buni? 30 million deyilyapti. Bolasi buqacha ekan. Onasi mana ko'rib turibmiz. Orqalaridan ko'rinishi, ayollardan. Sigir ham yomon emas ekan. Ranglari ham yaxshi. Bozor nechi deyapti endi? So'rash. 26 ga so'ra. 26 ga ham yo'q. O'zi bo'g'ozmi aka? Bolasi ancha kattarib qopti. O'zi ham 4 oylik bo'g'oz ekan. Xudo xolasa olgan odam 3 ta mol oladi buni ham. Yomon. Bu necha oylik bo'ldi? Hali 4 oydan oshgan. Xudo xolasa olgan odam birdan 3 ta mol olgandek bo'lar ekan. Endi buni necha pul bo'lsa beramiz aka, ko'ngildagini. Shu 28 lar bo'lsa beriladi deyaptilar. Xudo xolasa buni olgan odam bemalol suqatidan kam bo'lmaydi. Necha litr endi suti bor aka? 3 tadan 6 ta bor, bolasidan tashqari. Gapi, bolasi emgandan tashqari 3 litrdan 6 litr suti bor ekan. Yomon emas. Nechinchi bolasi endi buni o'zi? Ikkinchi bolasi, qorindagi 3 ekan. Nomer qoldiramizmi aka? Ayting nomer. 93lik 245 29 Telefon qilish kerak akaga, xudo xolasa chiroyli narxlar qilib beradilar. Aka, dastavkasiga nima deymiz? Dastavkasini shu G'uzorning ichida bo'lsa, xudo xolasa yetkazib beramiz deyaptilar. Aka, savdoingizni bersin. Mana bu tarafda ham sigirimiz bor ekan, shuni ham bir ko'rsataylik. Adashmasam bolasi mana shu bo'lsa kerak. Bu ham buqacha, gap yo'q. Hozir 3 ta sigir ko'rsatdik, bolasi ham o'z buqa ekan. Bu sigirni ham ko'rsataylik bu yerda. Bormayga, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Nech pullayapmiz aka sigirni? 25 deyapmiz. 25 deyapmiz. Bolasi mana bu? Gap yo'q. 3 ta sigir ko'rsatdim, uchalasini ham bolasi buqacha ekan. Bozor nima deyapti endi bu sigirga? 20 million, unga yo'q. 20 millionga berilmaydi. Yelinlarni ko'rib turibmiz. Necha litr suti bor aka? 3 litrdan 6 litr beramiz. Zo'r ekan. 3 litrdan 6 litrdan suti bor ekan. Ancha bolasi ham kattarib qolgan ekan, o'zi bo'g'ozmi yo'qmi? Ho'kizga bordimi? 2 oylik bo'g'oz. Olgani aniq, xudo xolasa. 2 marta aniq deyaptilar. Endi Alloh biladi buni. Orqalaridan ko'rinishi.
Bu nechinchi bolasi edi? Ikkinchi. Qaysi? Mana shu. Birinchi va qorindagi ikki. Ha, bu birinchi bolasi ekan, demak bu buqachamiz qorindagi 2. Sigir ham yosh ekan, bemalol olgan odam, ya'ni 3-4 ta tug'dirib, bemalol xohlaganda tasarruf qilsa bo'ladi. Nomer qoldiramizmi aka sotishga? Savdosi bo'lyapti. Ha, savdosi bo'lyapti, nomer shartnoma deyishyapti. Savdosi bersin aka. Oy, bormay aka, bu qani onasi? Nima onasini yoshirib qo'yibsiz aka? Ha, videodan yo'la. Har xil odam bor deganda har xil mol ham bor dedi. Nech pulyapmiz aka buni? 18 deyapti. 18 million deyilyapti. Bu chiroqchini olganingiz emas? O'sha chiroqchida ham ko'rdim akani. 18 million so'm deyilyapti. Sigir yomon emas. Oldin ham ko'rganmiz. Zo'r sigir. Xudo xolasa bozor nima deyapti? Bozor 16 so'rayapti. Ishqilib ko'rib turibmiz. Buni suti nechta ekan aka? 5-6 5-6 litr suti bor. Bu nechinchi bolasi bu? Birinchisi aka. Birinchi bolasi. Ikki tishini buzyapti. Hali tish ham buzgan yo'q. Yomon emas, xudo xolasa olgan odam baraka topadi. Akani taniymiz, shu bozorlarda topsa bo'ladi. Ishonchli, ishonchli aka, xudo xolasa. Bo'lmasa nomerni ayting aka. Nomer aytamiz. Aytingki, shunisi qiziq bo'lyapti. 97 852 1001. Aka telefon qilinglar, xudo xolasa sigirlar yomon emas. Xohlagancha sigir topib beradilar. Qanaqasidan kerak desa. Aka o'zi parodalar bilan shug'ullanyapsizmi? Katta. Bitta yarim topib beramiz. Chiqib qidirganga chiqarib beramiz. Joningiz sog' bo'lsin aka, savdosi bersin. Xo'p, bemalol telefon qilish kerak. Bu sigirni dehqondan olganlar akamiz, yomon emas. Qizil sigirimiz. Qariginami deyman-da o'zing. Ko'rib turibmiz. Qanday aka, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Nech pulyapmiz aka sigirda? 20 million deyapti. 20 million deyilyapti. Bozor nima? 18 million qilib. Bolasi bormi? Bolasi ichida. Ichida. O'ziniki sotildimi alohida? O'ziniki sotildi, bolasi ichida ekan. Aka necha oylik endi bu? 5 oylik mana. Xudo xolasa ozroqdan keyin tug'adi. Aka buni qancha bo'lsa beramiz? 18 ga bermadim deyapsiz. 18 yarimsa beramiz. Ha, 5 qolibdi-da. 1-2 so'm yana qo'shsa ketadi degan joy shu bo'ladi. Sigir yomon emas ekan. Endi buni birinchi oldingi bolasi suti nechta edi aka? Bolasi qizil sigir. Ha, u sigirmi o'zi kattarib qolgan ekanda. Mana shu qizil sigir boylangan, xudo xolasa shuni bolasi deyaptilar. Ancha katta ekan, endi sutlarini so'rayotmaymiz. Tug'gandan keyin o'z sutlari bilinadi. Biz nomer qoldiramizmi aka? Nomer shartimiz, xudo xolasa bozor sotiladi deyaptilar. Sigir yomon emas. Aka savdoyingizni bersin. Mana shu sigirimiz qizil. Buni ham ko'raylik. Sigir qizil. Nech pul so'rayaptilar endi? Nech pul so'rayapman? 20 deyilyapti, o'tib berilyapti. Xudo xolasa. Bolachasi G'unojin. Bolasi G'unojin 20 million deyilyapti, o'tib beriladi. Birinchi bolasi suti nechta ekan endi buni aka? 4 ta agar endi kuchaytirsak ko'payadi. Ha, yeb ichiga qarab. Yeb ichiga qarab ko'payaveradi. 4 tagacha suti bor deyaptilar bolasidan tashqari. Yomon emas, sigir mana ollaridan yuzlarini ko'rsatamiz. So'rang endi tog'a olib keting-ki. So'rayapmiz. 17 million 600 ming so'm qo'ydim. Bor baraka bunday ko'rgan. 17-600. O'lding, tojik rasmi ketdi. Bilsa, bering. Mana 4 tanga ishlaydilar. Ha. 17-600 bo'pti. 17 million 600 ming so'm bor baraka. O'yin ko'rgan. Endi qo'shgida qo'yapti. Endi olganam endi. Baraka topsin deydi 1-2 so'm. Baraka topsin. O'yin ko'rgan bor baraka. 17-600. Sigirimiz 17 million 600 gacha ko'tarilgan. To'g'ri kelsa beringi. Molni ushlab turgandan foyda yo'q, berish kerak. $17 million 600. Akamiz 20 million narx qo'yganlar. Xo'p, bitishini kutyapmiz. Birinchi bolasi ekan. Birinchi bolasi ekan. 17 million 600 ga halicha yo'q. Mahkam savdo bo'lyapti. Buni kutaversak, ancha vaqtimiz ketib qoladi. Sizlarning vaqtlaringizni qizg'onyapman to'g'risi. Baraka. Qilib savdolarni bersin, biz bu yoqlarni ko'raveraylik. Sigir
Qanday yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Nech bilyapsiz buni? 13. Bozor nima endi? Nech chiqildi? Baland nechi bo'ldi? Eng baland nechigacha ko'tardi bozor? Asta-asta, xudo xolasa endi bozor ko'taraveradi. Bu nechinchi balasi endi tug'adimi? Nima bo'lgan bu? Qisirmi? Qisira? Yo'q, bo'g'oz. Bo'g'ozmi? Qanchalik? 10dan oshiq so'rayapti. 10dan oshiq so'rayapti. 4-5 oylik bo'g'oz ekan. Oldingi bolasi ho'kizcha edimi? Sigirmi? Ho'kizcha bo'lgan, xudo xolasa olgan odam bemalol endi ho'kiz kutsa ham bo'ladigan vaziyat. Yomon emas. Izi bormi buni yana? Yana bormi? Yana bor. Xudo xolasa topiladi. Bunisi nomer ayting qani? Nomer shart emas, lekin izi bor, xudo xolasa bozorda sotaveramiz deyaptilar. Kimga kerak bo'lsa, G'uzormol bozoridalar. Xo'p, savdoingizni bersin, sog' bo'ling. Ozroq tanachalar bilan ham imkon bo'lsa bir qaraylik deb turibmiz. Qo'y mollarni kiyami? Olasin. Shuni oling. Mol olgani kelganmi? Mana shunisi savdo bo'lyapti. Shu sot deganni kilit qilib kerak. Aydan Bu yerda mana unga savdo bo'lyapti, bu yerda unga savdo bo'lyapti. 7-8 oylik buzov yoshgina deyaptilar. Shu savdoni bitiraylik endi. Bu yerda savdo bo'lyapti, ish qilib tanalarga savdo yaxshi bo'lib turibdi. Nechiga bo'lmayapti aka endi bu? 8 bilan 8 ga yo'q deyaptilar. Xudo xolasa bitib qolar. Aka savdoingizni bersin. Mana shu tanachamiz. Bu mana shu tanacha haqida ma'lumot olaylik endi. Qanday aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Nech bilyapsiz buni? 16 million kami bor. Bu ko'rib turibmiz. Holati yaxshi. 6 oylik bo'g'oz ham ekan, birinchi bolasiga. Hali hech buzmagan bular. Bozor nima deyapti endi? Bozor 13-200 so'rayapti. Bozor 13 bilan 200 so'rayapti. Bo'ylari endi shu 1 metrdan sal balandroq. Yomon emas. Endi taxminiy kilolarini men tushunmayman. Lekin bular endi kiloga hisoblanmaydi. Bular zot endi xudo xolasa bo'g'oz olgan odam bemalol mol qilsa bo'ladi. Buni onasi ham o'zingiz boqqansizmi yo O'zimizniki? uydan chiqib dehqonchilik? Yomon emas. Qanchalar bo'lsa beramiz endi? Bozor eng baland nechi qildi? Bozor 13-200. Xo'p, yomon emas. Xudo xolasa olgan odam baraka topadigan. Bittami yo izi bormi yana? Bitta. Bu o'zi bir dona ekan. Xudo xolasa bo'lmasa nomer so'rayotmaymiz. Bozorda sotsalar kerak. Savdoingizni bersin. Ho'kizlarning qatoriga bir o'tishga harakat qilamiz, sal uzoqroq shuning uchun. Mana buqani ko'ryapmiz-ku. Hormang. Bo'shadi, salomat bo'ling. Qancha deyapmiz endi buni? Buni 25 kam bo'lyapti. 25 kam bor. Bozor nima deyapti endi? Bozor har xil so'rayapti. Balandni aytuvding aka. Eng balandi 21 ga bor to'tib turibdi. 21 ga bor to'xtab tur. Qo'shsa ketadi. Aytamiz, bir ma'mula madana qilib beraveramiz deyapti. Gapi mana muomalasini qilgan odamga berib yubordi. To'xtab qolgan. Dastavkasi ham qilaveramiz. Gap yo'q, dastavkasi. Ya qo'shilsa. Gap yo'q, akan taniganlar bor. Dalayk. Yomon emas. Xudo xolasa men ho'kiz bozorga ham keldim. O'zi bilan ketadi puli. Puli o'zi bilan. Hali buzov. Buzov ekan mana. Bo'ylarini kelsak 1.20, 1.30 ham deyveramiz. Ha, aytaverim men buni. 1.30 ham deyveramiz mana. Yomon emas ekan. Xudo xolasa olgan odam baraka topadigan bo'ladi. Topsinlar baraka. Shunday. Uni ozroq boqsa, kilosiga mancha o'zi pul ishlab oladi. O bismillahirrohmanirrohim. Qani bir savdo pishiring qani? Baraka. Mana shu ho'kizimizga savdo bo'ladi xudo xolasa. Ancha sho'xlar aka.
Puliga bas, chaqirishni, yomon chaqirishni ko'raydi. Bering ma'qul. Qo'ying kirgan bering. Ko'rsatib ko'ray. Nomer so'ralayotgani yo'q. Men sizni nomer demadim. Gap kam demadim. Menga molga qarab ish qilinglar. Nasib bo'lsa kuydirmaydi bu mol. Gap. Men aytdim-ku sizga sharoit. Bor bo'laylik, 20 nafar top tizib bor bo'laylik. Ha, qo'shasiz aka. Qo'shash demang. Nomer bo'lmadi moling. Bering. Men sizni nomer demadim, balki meniki nomer turgan aka. Ya qarang, 21 bir soat sotyapti o'tiribman, 15 minut o'tiribman. Obar shuni bir qarang, dehqonmisiz? Dehqonmisiz? Dehqon mol dehqonga ketsin. Qarang aka. Yeb ichishga bo'ladi. Yo'q aka, qo'shib so'raysiz, insof qilingizlar aka. O'zi hech narsa qolmagan aramizga. Bitgan bu yoq. Ozroq qoldi-da. Ozroq qoldi. Jinday qoldi deylik, u jinday qoldi. Jichcha qoldi. Insof bilan qo'shilinglar, insofga qarab yuringlar. Ko'ngil ursa ozroq qo'shib olib ketaylik. Ko'rib turibmiz, endi biz faqat shu aytadigan gapimiz shu, qolganini mana bitsa, mana shu buqamiz 21 million so'm savdosi naqd lekin. Endi qo'shib so'rashga aytilyapti, 1-2 so'm qo'shsa ketadi xudo xolasa. Ashir televizorga Qo'yma. Akalar mana shu yerdalar, xudo xolasa G'uzor mol bozorida zo'r o'giz olib chiqqanlar, bemalol olsa bo'ladi. Menimcha bu nomer olmaymiz, menimcha savdosi yaxshi, ketib qolsa kerak o'zi, hamma jazman bo'lyapti. Mana buqamiz. Bizni ko'rsatadi. Hormay bu yaxshimisiz, sog'ligingiz yaxshi? Nech pulyapmiz buqani? 23 million deyilyapti qizil buqamiz. Bozor nima deyapti? Bozor 18 million so'rabdi buqachamizni. Mana. Ancha yaxshi. Endi bu hali tish buzmagan, a? Yo'q. Hali tish buzmagan tana ho'kizchamiz. Yomon emas. Bundan nechta bor hozir? Topiladi. Gapi. 4-5 ta bor, xudo xolasa topiladi yana ham. Nomer qoldiramizmi? Yo'q. Nomer shart emas, ularni o'zim boqib qo'yaman degandek qilyaptilar menimcha. Hammasini holati yaxshi. Savdoyingizni bersin bu. Bo'ylarini ham endi aytib o'taylik, 1.10, 1.15 shu atrofda bo'ylari, uzunligi 20 ga chiqadi. 20 ga ham chiqadi deyaptilar, 5 sm ketsa mana mendan ketdi. Bu atrofda savdoyingizni bersin. Bunisini ham ko'rsataylik, mana buqachamiz. Hormaga yaxshimisiz? Nech pulyapmiz buqani? 25 million deyilyapti. Buqamiz. Bozorda necha qilyapti aka buni? 17,5-18 shu atrofda so'rayapti bozor. Yomon emas buqamiz. Endi hali bular tish buzmagan. Shunaqa. Shunaqa. Labbe? 1,5 oshar, hali 2 ga kirmagan. Nimasi ham bo'ylari 1.20 shu atrofda bu ham. Shu atrofda. Vesiga aka nima deymiz? Necha kilo taxminan vesi bor? Endi taxminan bu. 250-300 kilo bordir-a? Yo, oshadim. Undan sal kam. Undan sal kam deyaptilar. Tamam emas aka, xudo xolasa ko'rib turamiz. Aka nomer qoldiramiz sotishga. Xo'p, nomer 97 lik 758. necha? 758 8188. G'uzor mol bozoridamiz. Aka bilan bemalol gaplashib, aloqaga chiqib, xudo xolasa olsa bo'ladi. Xalqoboddan ekanlar akamiz. Aka savdoyingizni bersin. Ko'rib turibmiz ham buqachalarni, endi mana shuni bitta ko'rsataylik, mayli vaqtimiz sal chegaralangani, lekin mana shu ham yomon emas ekan. Hormaga yaxshimisiz? Nech pulyapmiz bu buqachani? 18 so'rayapti. 18 so'rayapsiz. Bozor necha endi so'rayapti? 15,5 so'rayapti. Bozor 15,5. Endi orqalaridan ko'rsatish xohlayman, sal qalarni qatori nimaroq? Qilinchroq. Xo'p, bermadingizmi aka unaqa? 16 bo'lsa berasizmi? Ko'ngilda. 16 ga ham yo'q. 16 ga ham yo'q deyaptilar. Buqa lekin boqsa hali yoshgina buqamiz. Hali 1 ga kirdimi yo'qmi? 1,5 1,5 yoshar. Xo'p, bo'ylariga keladigan bo'lsa 1 metr shu atrofdagi buqamiz. Xudo xolasa mana uzoqroqdan ko'rinishi olgan odam baraka topadigan, boqsa ancha yaxshi ves qiladigan buqamiz. Nomer qoldiramizmi aka? Ayting nomer. 93 lik 594 55 95. Telefon qilinglar, xudo xolasa mana shu buqa bilan bemalol savdo qilsa bo'ladi. Akani o'zlari nomerlari. Aka savdoyingizni bersin. Xo'p, ko'rib turibmiz, buqa bozorda ham ancha buqa bor, faqat biz vaqtimiz chegaralangan, hammasini birdan ko'rsatib o'ta olmaymiz. Bizga obuna bo'lishingizdan chiqarmaylik, keyingi safar yana ham ko'proq imkon qadar ko'rsatishga harakat qilamiz. Inshaalloh. Bu yerda ham buqalarimiz bor. Hozir bitta tana olishgan, o'shani bir ko'rsatay deb kutib turibman. Mana shu tanachamizni 18 millionga olishibdi ikkitasini. 9 milliondan to'g'ri kelyapti adashmasam.
Hozir egasini topolmay qoldim boya. Keyin ko'ramiz deyishotdi. Egalarim topolmay qoldi. 18 millionga olishdi. 9 milliondan tushadi. Bu so'yladi, qassob akamizniki, men tanishim, shu uchun bitta video qilib, endi prigvesi keyin nimasi bilan gaplashamiz. So'yilgandan keyingi holati bilan deb bir hisob kitob qiluvdik. Xudo xolasa agar hozir ko'rsam, buni ham qolamiz.